Oqsaroy, Oqsaroy. Amerika sehrli diyor deydi. Qalımda bor alamim meni. O'zbekiston vatanim meni. Xullas, Amerika sehrli diyor emas men uchun. Men uchun mana shu Markaziy Osiyo Turon davlati sehrli diyor. Turon. Qarang bobolarimiz, ajdodlarimiz qanaqangi chiroyli bino va inshootlar qoldirgan. Mana shu minorani qarang. O sirlangan qoshinlari to'kilgan joyda qalinligi 10 cm. Ichkarisi pishig'ishdan shunaqangi medalar terib chiqilgan gumbaz ekan. Minora ekanda. Demak, bu binoga Hazrat Sohib Qur'onni juda ham kuchli me'morchiligi sababchi bo'lgan. Demak, o'zi ham juda kuchli me'morchilikni tushungan. Mana bu yerda yaqqol ko'rinib turibdi 15 cm kamida bo'lmasa 20 cm. 20 cm bo'lmasa ham 15-18 cm. 20 chiqadigan joylari ham bor ekan. Mana bu yerda. Bu qoyilman. Tasannolar, ofarinlar. Shu yerda hammasi mana shu tomonda bo'lgan. Mana hujralar. Bu yerlarga kirish mumkin emas, albatta kirmaymiz ham. Xullas, ajdodlarimiz bu yerda. Mana bu yerda kunjutli toshlarni ko'ryapman. Kunjutli toshlar. Menimcha bular ustunlarning tagiga qo'yilgan mana bu toshlar. Ko'rdingizmi? Mana shu kunjutli, mana bu teshiklar, ana shu ustunlar shunga haligi mosha deydi, mosha shaklida kiydirilgan bo'lish kerak. Mana bu kunjutli toshlarni har birida mana shu ustunni poydevori bo'lgan, mana teshiklari mana o'yilgan. Ko'rdingizmi? Har birida mavjud. Har birida. Demak, ustunni tagi mana shunday marmar toshdan. Qarang, shunaqangi asrlar davomida saqlanib turibdi. Mana yana bittasi. Demak, shunda ularning hammasini razmeri bir xil bo'lgan. Hujralarga kirish, chiqish, xonalar bu tomonga qarab, bu zilzilalar oqibatida bo'lganda, asrlar silsilasi, zilzilasi oqibatida. Ana o tuyniklar, o yog'och lardi izi. O nima karkas to'qilgan shakldagida bo'lgan bo'lish kerak. Men shunday deb tushunaman. Uni Buxorodagi ariqda ham